Ingliz tilida ham sanalmaydigan va sanaladigan otlar mavjud. Demak, uncountable sanalmaydigan, countable esa sanaladigan. Misol uchun, water, suv, oil, neft, tea, choy. Mana bu otlar sanalmaydi. Flower, flowers, ball, balls, balloon, balloons. Bu otlar esa sanaladi. Ya'ni gullar, koptoklar, pufaklar. Misollarda ko'rib chiqamiz. I drink a lot of water. Men juda ko'p suv ichaman. Bu yerda water uncountable, ya'ni sanalmaydigan ot. Shunda suvlar deb waters deb ayta olmaymiz. Navbatdagisi. There are 5 flowers in the vase. Vazada 5 ta gullar bor. Demak, flowers, gullar sanaladigan ot bo'lyapti va ko'rib turganingizdek, lar qo'shimchasi qo'shilyapti. Ya'ni countable. Lekin yana shunday otlar bor ekanki, ular ham sanaladigan va sanalmaydigan otlar turiga kirar ekan. Xo'p, bu qanday otlar? Demak, uncountable sanalmaydigan, as a countable sanaladigan sifatida daily glass qachonki shisha ma'nosida kelsa sanalmaydi. Agarda stakan ma'nosida kelsa u sanaladi. Yoki paper qog'oz ma'nosida kelsa sanalmaydi. Gazeta ma'nosida kelsa sanaladi. Life hayot ma'nosida kelsa sanalmaydi. Umr ma'nosida kelsa sanaladi. Hair soch ma'nosida kelsa sanalmaydi. Tuk ma'nosida kelsa sanaladi. Chicken tovuq go'shti ma'nosida kelsa sanalmaydi. Jo'ja ma'nosida kelsa sanasak bo'ladi. Rubber rezina ma'nosida kelsa sanalmaydi. O'chirg'ich ma'nosida kelsa sanaladi. Time vaqt ma'nosida kelsa sanalmaydi. Lekin marotaba marta ma'nosida kelsa bunda sanaladi. Misollarda ko'rib chiqamiz. We need some papers. Bizga biroz qog'oz kerak. Bu yerda paper qog'oz ma'nosida kelyapti va sanalmaydigan ot hisoblanadi. Uncountable. My dad is reading a paper. Dadam gazeta o'qiyapti. Bu yerda a paper sanaladigan ot bo'lib kelyapti. Countable. Va e'tibor bersangiz artikel kelyapti. Artikel doim sanaladigan otni oldidan keladi. Art is long, life is short. San'at uzun, hayot esa qisqa. Bu yerda life hayot sanalmaydigan ot bo'lib kelyapti. Ya'ni uncountable. Navbatdagi misolimiz. The war has taken thousands of lives. Urush minglab umrlarni olib ketdi. Lives ko'rib turganingizdek umrlar ko'plikda kelyapti va sanasa bo'ladigan holatda. Shunda countable. Va sizga savol. There is bo'sh joy in my soup. Bu yerda qaysi variant to'g'ri?